Uy olaman deganlar uchun yana bir ajoyib bir video tayyorlab o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin, sharoiti juda ham zo'r holatda, kechki payt yonib turadi. Qolaversa mana bunaqa qizg'aldoqlar ochilib turgan uyda videolarni tayyorlab o'tamiz. Video boshlanmasdan birdan like bosib qo'yaverasizlar. Surxon Abzor kanali sizlarga yangilik ulashishdan charchamaydi. Termiz tumani 40 kal desa hamma biladi azizlar. Bu yerda 6 sotix maydonda 7 xonadan iborat bo'lgan uy sotiladi. Qani unda bir boshdan ko'rib o'tamiz. Bu tomonga mana Termizga qarab chiqib ketaverishda ko'chaning bo'yida uyimiz joylashgan. Qolaversa uyning yonidan do'kon qilaman deganlar uchun, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deganlar uchun tayyor mana shunaqa 3 metrlikka 3 metrga 4 metr kattalikdagi xonalar qilingan. Mana shu turishiga sotiladi mana jihozlari bilan. To'g'ridan to'g'ri uy egasi bilan savdo qilaverasizlar, hech qanaqa makler aralashmaydi azizlar. Mana ko'raverasizlar. Suv, svetda umuman muammosi yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin, kran kelgan. Darvozalarni ham yaxshidan qo'yishgan. Mana bir qavatli darvozalar hamda devorlarga e'tibor berasiz. Uyga kirib kelganingizda mana bu yerda garaj desak ham bo'ladi, naves. Ikkita mashina bemalol sig'adi. Ko'rishlaringiz mumkin. Kirganlaringizda o'ng tomonda kuxniyani ko'rsatib o'taman. Mana kuxniya, mebel, jihozlar bilan qisqasi mana uyda ko'rinib turgan nima bo'ladigan bo'lsa hammasi qoladi. Qolaversa ichkarida yana bitta xona bor. Buni detskiy xona deymizmi? Bolalar uchun xona. Xolodilniklar, aboylar qilingan, qisqasi gilamlari bilan hamma narsasi joyi-joyida azizlar. Ko'rib o'taveramiz bir boshdan. Agar hozirgacha like bosmagan bo'lsalaringiz like bosib qo'yaverasizlar videoga. Kattagina hovli, hozir hovli tomonini ham qisqacha ko'rib o'tamiz. Bu tomondagi 4 ta xonani ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana kattagina xona 6 metrga 8 metrlik kattalikdagi xona sizlarni qarshi oladi. Shu xonaning o'zidan 3 ta xonaga o'tiladi. Chap tomonda mana ko'rishlaringiz mumkin, kattagina mehmonxona desak ham bo'ladi. Mana remontiga gap bo'lishi mumkin emas. 10-15 yil bemalol olgan xaridor umuman remont degan narsani o'ylamaydi. Bemalol xarid qilsalaringiz bo'ladi. Mana ikkinchi xona bu yoqda nima desam bo'ladi? Ko'rpa to'shaklar qilingan. Bu tomonda esa 3-xona. Spalni deymizmi, yotoqxona deymizmi? Bu yoqda garnitur toshxonalari ham bor. Ko'raverasizlar, qisqasi uyda nima ko'rinib turgan bo'lsa, hammasi komplekt sotiladi. Hovlini ko'rib o'tamiz azizlar. Hovliga ham baho berasizlar endi. O'zimizning kanalimiz obunachisi pul zarurligidan sotuvga qo'yayapti. Supa bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda maydon 1,5 sotix joydagi teplitsa qilsa ham bo'ladi bemalol. Oq tuproq. Mana bu yoqqa nasos qo'yilgan. Bu tomonda esa dush qilingan, chiroyligina qilib kafellar bilan taxlangan, qoplangan. Ko'raverasizlar. Bu tomonda esa ikkita bochkalar qo'yilgan, suvda umuman muammo bo'lmasligi uchun suv bochkalaridan ham qo'yilgan. Bu yoqda esa tovuqxona deymizmi, boshqa shunday. Bu yoqda hojatxonalar ham komplektda bor. Bu tomonda mevali daraxtlar ekilgan. Umuman mevali daraxt ekaman deb o'ylamaysiz. Suvlarda umuman muammosi yo'q. Mana kranda oqib turibdi, ko'rishlaringiz mumkin. Qisqa qilib aytganda, bu uyimizning aytilish bahosi $75 ming aytilishi bo'layapti. So'mga hisoblasak 900 millionni tagiga borib qoladi. Yana ham kelishtirib beriladi obunachilarimiz uchun. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Bu tomonda yana bir xonani ko'rsatib o'taman. Omborxona deymizmi? Mana shunaqa bankalar, mebellar, jihozlar turadigan xona. Qisqasi oladigan xaridor maza qilib yashaydigan uy, kattagina, shinamgina hovli. Video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bu videoga birdan like bosib, uy olaman degan tanishingizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Shoshilinch sotuvga qo'yilayotgan uylardan bittasi mana shu uy bo'ladi.